savol bor. Nasringiz yaxshi bo'lsa bering. Mana menga yerga tegmaganingda, Xo'p. nima qilgan bo'larding? U yerda o'qigan bo'lardim. Soch bidirgansan u yerni. Qayerda o'qiysan? Yo'q, tushunmayapsiz. Men boshqacha o'qiyotgan bo'lardim. Qanaqa u? Birinchi navbatda chet elga, ya'ni top 10 ta universitetga topshirgan bo'lardim. Keyin Amerikaga o'qishga uchib ketardim. U yerda har kuni tusovkalarga borib, yangi amerikanец o'rtoqlar topib olgan bo'lardim. O'sha yerdan takkoy ish topib, ayol kishini omadi bilan o'ynashma deb adekvatniy biznesmen bo'lib ketgan bo'lardim u. Qanaqa? Bunda menga The Campus City Academy yordam beradi. Qanaqaligini video davomida ko'rsataman. Chunki bu yerda bitta o'quvchi bilan naqd 4 ta o'qituvchi shug'ullanar ekan. Ikkita main teacher bo'lsa, ikkitasi support teacher. Bu o'qituvchilarni o'qitga keladigan bo'lsak, dinozavrlar paytdan beri o'qitamiz deyishyapti. Rezultatga keladigan bo'lsak, kamida 1400 dan baland ball sizga garantiya beryapti. Bu degani siz dunyo bo'ylab top 100 ta universitetga bemalol kirib keta olasiz degani. Bundan tashqari o'qishga registratsiyalar bilan ham o'ziga yordam berishar ekan. Bu degani men prosta kelib o'qib yashab bersam bo'ldi ekan. Ko'rdingmi? Nima ko'rding? Shuning uchun ham menga erga deyapsan.